Demak, keyingi zamonimiz bu past continuous zamoni. Bu o'tgan zamon davomiy harakatni ifodalaydi. O'sha uchun ham o'tgan davom zamon deb tarjima qilsak bo'ladi. Ishlatilish holati quyidagicha: I, he, she, it olmoshlari va unga tenglashtirilgan holatlardan was yordamchi fe'li hamda fe'lga ing shaklida hosil qilinadi. Masalan, I was playing degani men o'ynayotgan edim deb tarjima qiladi. You, we, they olmoshlaridan keyin esa were yordamchi fe'li va fe'lga ing shakli orqali hosil qilinadi. Masalan, you were playing, sen o'ynayotgan eding deb tarjima qilinadi. Inkor gapirishda I, he, she, it olmoshlaridan keyin was not yoki og'zaklarda wasn't va keyin fe'lga ing qilinadi. Masalan, I wasn't playing, men o'ynamayotgan. Masalan, o'g'il bolaga nisbatan u kitob o'qimayotgan edi desam qanday bo'ladi? He wasn't reading a book. You, we, they olmoshlariga nisbatan esa were not keyin orqasidan fe'lga ing qo'yiladi. Masalan, we were not playing degani biz o'ynamayotgan edik deb tarjima qiladi. So'roq gapirishda was yordamchi fe'li egalarimiz I, he, she, itdan oldinda o'tib, orqasidan fe'lga ing. Masalan, was I playing? Men o'ynayotgan edim. Ha, men o'ynayotgan edim desam, yes I was. Yo'q, men o'ynamayotgan edim desam, no I wasn't degan shaklda. Were yordamchi fe'li esa you, we, they olmoshlaridan oldinda kelib, fe'lga ing. Masalan, were you playing? Sen o'ynayotgan eding. Ha desam, yes you were. Yo'q desam, no you weren't degan shaklda ishlatiladi. Past continuous zamoni formulasini yana bir takrorlaymiz. I, he, she, itga nisbatan was yordamchi fe'li va fe'lga ing. You, we, theyga nisbatan were yordamchi fe'li va fe'lga ing. Inkor shaklida I, he, she, it va unga tenglashtirilgan otlardan keyin was not keyin fe'lga ing. You, we, theyga nisbatan esa were not fe'lga ing qo'yiladi. So'roq shaklida was, I, he, it olmoshlari orqasidan fe'lga ing. So'roq gapda were, you, we, they olmoshlaridan keyin fe'lga ing shaklida bo'ladi. Uning ishlatilishi uchun o'tgan zamonda aniq bir vaqtda davom etayotgan harakatni ifodalash kerak. Masalan, siz kecha soat 2da nima qilayotgan edingiz? What were you doing at 2 o'clock? Demak, bu o'tgan soat qilinadi. O'sha vaqtda bir aniq bir harakatni ifodalamoqchi bo'lsak, o'tgan zamon aniq bir vaqtda past continuous formulasidan masalan, I was having a tennis lesson. Ya'ni men tennis darsida qatnashayotgan edim. Deylik, soat 2da men uxlayotgan edim desam qanday bo'ladi? I was sleeping at 2 o'clock. Yoki yana bir misol, then soat 7da bugun ertalab futbol o'ynayotgan. Then was playing football there. Demak, bu o'tib ketgan ertalabdagi soatga nazar. Shu bilan birgalikda past continuous yana bir harakatda ishlatiladigan bu murakkab gaplarda ishlatiladi. Murakkab gap degani bu bir gapda ikkita ega va ikkita kesim kelgan va bog'lovchi yordamida tuzilgan gaplarga murakkab deymiz. Demak, o'tgan zamonda bir harakat sodir bo'lgan paytda boshqa bir harakat davom etayotgan bo'lsa, biz sodir bo'lgan harakatni past simple zamonida, esda bo'lsa past simplening formulasi egadan keyin fe'lning ikkinchi shakli qo'yiladi va davom etayotgan harakatga nisbatan esa past continuousdan foydalanamiz. Hozir aytdik, ega keyin was yordamchi fe'li fe'lga ing. Masalan, aytyapti, o'yinchilar mashq qilayotgan edilar qachonki yomg'ir boshlangan. Bu yerda yomg'ir boshlanganda degan sodir bo'lgan harakat. O'yinchilar mashq qilayotganlari esa davomiy.
o'zbek tilidagi tarjimamizdan ham bilsak bo'ladi. E'tibor bering. Men uxlayotgan edim deganimizda I was sleeping yoki ular o'ynayotgan edi deyotganimizda pastga qo'shib. Yana bir misol. It began to rain, ya'ni yomg'ir boshlandi. While the players were practicing. Qachon o'yinchilar mashq qilayotgan. Yomg'ir boshlangani past simple berildi. Ega prediktiv shaklida. O'yinchilarning o'ynayotganlarida esa past continuous berildi. Chunki bu davom etadi. Past continuous zamonlarning ishlatilishiga ham ishoralar bor ekan. Masalan, at that moment, o'sha vaqtda, soat 1da, soatda, kecha, o'tgan nazar qilganda, o'tgan zamon aniq bir vaqt ishlatganimizda past continuous zamonlardan foydalansak. Ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan holat bor. O'tgan zamonda takroriy, odatiy harakatlarni biz past simple zamonda beramiz. Masalan, Bill, kechirasiz, fell off his bike 3 times this month. Ya'ni Bill o'zining velosipedidan bu hafta 3 marotaba yiqildi. Albatta birinchidan yiqilayotgan edi demaymiz, chunki o'tgan zamon aniq bir vaqtdagi harakat emas bu. Ikkinchidan 3 marotaba yiqilgani bu takroriy harakat sodir bo'lganligini anglatadi va buni biz past simple zamonda beramiz. Keyingi qoidalarimiz bu yozma ingliz tilida fe'lga ing ishlatilishi bilan bog'liq bo'lgan qoidalar. Demak, odatiy fe'l kelganda biz unga fe'lga ing qo'shamiz. Masalan, playga playing deymiz. O'ynamoq, o'ynayapti, o'ynayotgan edi. Agar was playing, were playing. Faqat i bilan tugagan fe'llarimizning oxiridagi i'ni tushirib, fe'lga ing qo'yganda uni ishlatmaymiz. Masalan, dance, o'ynamoq, o'ynayotgan edi desam, o'tgan zamonda I was dancing deyman va i tushib qoladi. Ba'zi fe'llarda ikkilanish holati bor. Masalan, run, yugurmoq, u yugurayotgan edi desa qanday bo'ladi? Yo'qi, he was running. Yoki travel sayohat qilmoq, kelingki biz sayohat qilayotgan edik desam qanday bo'ladi? Yo'qi, we were traveling. Va aytyapti, oxiri y harfi bilan yoki ie bilan tugagan fe'llarda fe'lga ing qo'shilganda y va ie tushib qoladi. Masalan, lie, yolg'on gapirmoq, yolg'on gapirayotgan edi deganda lying shakliga keladi. Masalan, deylik, qiz bolaga nisbatan u yolg'on gapirmayotgan edi desam, o'tgan zamonda nima deyman? She wasn't lying. Mana bu yerda mashqlar berilgan, har safarlik mashqlarni bajaring, hayotingizga tatbiq eting va past continuous ishlatiladigan holatlar bo'yicha o'zingiz ham gaplarni tuzib, bu zamonni